O'tgan safargi mana bu videomiz juda ko'p insonlarga manzur bo'ldi va bizdan ikkita so'rovnoma bilan iltimos qilishdi. Birinchisi, ushbu dastur orqali uchli chizmalar chiza olmayapman. Ikkinchisi, dastur pullik ekan. Bugun esa sizlarga mana shu ikkita muammoni yechilgan holatda yangi dastur topib qo'ydim. Videoni boshlashdan oldin bitta like-ni ayamasdan sahifamga o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz esa boshladik. Dastur nomi OnChip. Dasturga kiramiz va sinov tariqasida bitta fayl yaratamiz. Dastlab приложениyaning interfeysi bilan tanishamiz. Endi esa bitta plane tanlab, uni ustida chizma chizishni boshlaymiz. Line orqali belgilab, chiziqlarni ketma-ket bir-biriga tutashtiramiz. Endiga amal ushbu chizma orqali 3D obyekt yasash. Shu tartibda yasab olamiz va uni ustida bir nechta amallar qilib ko'ramiz. Yon tomoniga faska beramiz, skruglini qilib aylana qilamiz, ichini bo'shatamiz. Eng asosiysi chizgan 3D modelingizni eksport qilish ham oson va juda ko'p formatlarda eksport qilsak bo'ladi. Undan ham zo'ri dastur mutlaqo bepul. Albatta, agar telefoningiz Samsung va S21 Ultra dan yuqori bo'lsa, sizga mana bunaqa S Penlar bilan bu dasturda chizish oson. Ikkinchisi albatta kompyuterdan foydalaning.